Salam azizlar, kaysuji bo'lmasa kim deydi sizlarga min qat birani kasab chiqarg'ili bo'lmaydi degan darsimizning ikkinchi bilimi. Endi birinchi bilimda biz birinchi qatimda taxtamayni ichiga qatlab ilib yaydik, ikkinchi qatimda anandan qatlab bo'lgandan keyin yana bir yaydik. Shunday qo'y ikki qatim qatlab bo'lgan. Endi shu qatlagan xamirimiz tinib bo'lgandan keyin yana bir yeyib, yana qatladik mana. Shu qatlagan vaqtda cho'qim bo'lishga diqqat qilishinglar kerak. Bu 3-chi qatim qatlanishi, juma 3-chi qatim qatlanishi. Yana bir askarday, birinchi qatim may bilan qatladik, mayni o'tirsiga ilib turib qatladik. Andan keyin ikkinchi qatimda yeyib bo'lib bir qatladik, 3-chi qatimda yeyib yana bir qatladik. Demak, 3-chi qatim qatlanishi bu, ha. Ikkinchi, 3-chi qatlanishlar o'xshash bo'ldi. Shunga o'xshash holatda bo'ldi. Lekin eng oxirsida o'xshamaydigan joyi qayer degan vaqtda hali ko'rsizlar o'xshamaydigan joyini. Mana ularni yana o'xshash bo'lsa amal va cho'tkalar bilan serib tushiringlarmi? Shu cho'tkaga kelganda hajab bir oldimga kelmadi, shuning bilan shunda qo'lim bilan tutib ustidagi ularni qo'lim bilan supurib tushirishga to'g'ri keldi. Shunday qilib, anda xashoga yepib buni qilishdan burun missiyada eng muhim narsamizdan birisi bor. Dal qatlanish nuqtasidan kesib uzvatmaymiz, lekin yayg'anda sifatli yeyilish uchun qatqatining hamma taraflarining yaxshi chiqishi uchun shu ikki tarafni kesilgan taraflarni shunday kesyapmiz. Ko'rdingizmi? Kesib biroq uzvatmaysizlar, juma. Shu bir iz chiqarib bilan kesib qilib qo'ysizlar. Kesib bo'lgandan keyin uning keyindan biz buni so'lyoqqa yepib taxminan 10 minut atrofida turg'izmiz, tindirmiz hamda. Bo'lsa hamda yozning kunlari bo'lib mashinalarning so'g'aq saqlaydigan bo'limchalarda turg'izsanglar biza yaxshiroq hamda. Nemishqa desanglar yaymoqmi olsang, xamirmi olsang bek tinib ketmaydi, chunki havo issiq vaqtlarda buni ishlatamiz desanglar, xamir olsang tinib nim bo'lib ketadi. Shunga so'lyoni yeb 10 minut tindirishga ahamiyat beramiz. Ya'ni yaygan vaqtda o'xshashlar oldin qatimqona o'xshash takrorlab, ashaq no'g'ishlar bilan ancha-muncha bo'sh urib, anandan keyin girvaklarni shu qirg'iga keltirib, shunday chiroyli yoysizlar. Taxminan hamda qilinligini shu 1 santa atrofida yaysanglar bo'ldi ba'zilarni hamda buni necha xil holatda yasab chiqaramiz. Buning mashg'ulotini shu filmni ko'rish jarayonida ko'rsanglar bo'ladi. Mana ko'rdinglarmi? Qilinligi taxminan shunchalik holatda bo'z bo'ldi. Bo'libmi shu qatqati iniq chiqadigan masalan mahvar shakldagi deymiz, bunday to'lg'in mahvar shaklga o'xshash shakldagisi birsi bor. Andan keyin yana birsi bor, uch bo'ling holatda bunday qatlaydigan, yana birsi bor yumaloq o'tirsiga dusha ilib tugadigan degandekchi. Ashunday shakllar kelgan vaqtda bek nepizlikni talab qilmaydi o shakllar. Nepizlikni talab qiladigan shakl qaysi shakl degan vaqtda masalan qalay qilib bir xil uch bo'ling turbushga o'xshaydigan, marjinlarga o'xshash yasab chiqaradiganchu ashni sal nepizroq qilsanglar bo'ldi. Uni hamda mushu xamirlarning cho'risidan chiqqanlarga qilsaqmi bo'ldi. Endi hozir tig'i pichoq bilan kesdiqchimi? Shu tig'i pichoq bilan 5 santa yoki 5,5 santa atrofida kesib bo'lgandan keyin birinchi xil shakl mana qaranglar. 5 santa kesib yoki 5,5 qilsanglar bo'ladi. Ishqib ikki tarafdan bo'lish kerak. Ahlolatni kesimiz, anadagi mad tarafini, masalan tuxum surkab bo'lib, uning kendidan yağ meygiz batırsanglar bo'ldi. Yoki mayqab qolsa shekarga bostirib go'jang qilsanglar bo'ldi. Yana birisi pildirg'i shakl, ya'ni kichik bolalar piqirtib o'ynaydigan pildirg'i shakl. Bu shaklni o'tirsiga mayli qarqat qilamsiz yoki go'jang qilamsiz, ko'ymas murabbalarni qilamsiz, o'tirg'i yoki gilasqa qilamsiz, shekar bostiramsiz, tuxum surkamsiz, aytavr o'zingiz qaysini xohlasangiz shu xil shakl bo'yicha qilsangiz bo'ladi. Yana bir 3 bo'ling shaklga 3 bo'lingning qaldiroq kelgan tarafini ostiga, egizroq, uzunroq kelgan tarafini ustiga keltirib qolgan vaqtinglarda, andan keyin ichilganda keyinga yenib dojib g'adi pishib olmaydi. Mana xil shakli. Buni tuxum surkab
oq qor kunjuz sepsanglar bo'ldi. Ammo xil shakl qaysi xil shakl degan vaqtda ashi man tutganlikni o'tirga qizil purchaq qiyamlar va to'sha deb qo'yamiz. Shuni tugib eliblam tuxumning eqini surtib, shakarga do'miltib, o'tirsini tiq pichoq bilan kesib etsak, ajoyib bir o'xshagan shunda payziman ko'dinglarmi? Mesela qit-qit yerilib to'sha degan marabdir. Bir qarsanglar ko'zdeklam. Yana birsi mesela tenton shaklda dedim-ku, qalay qilib shaklda, mushqil shaklda bo'ldi. Uni uyga pishirsa yana bir xilsi, masalan, mahvar, to'lg'in mahvar shaklda dedim, mahal shakl bo'ldi. Buni 200 gradusda qizirilgan duxovkaga silib, hammasini o'xshash gradusda mashta pishiramiz. Tentonniki bir yeri nima deganda o'xshamaydigan yeri yerim sarg'ayib pishib bo'lgandan keyin o'tirga qalay qilibni tatib etib turib, yana o'tga qayta selib, anandan keyin ichki tarafini pishiramiz. Bo'lmasa qalayga tegib turgan yeri oson pishmaydi. Demak, mana shunga o'xshagan har xil, har yangi shakllarni qilmasanglar, 20-30 xil shakli bormiki, undan ortiq shakllari bor qilman desak, lekin hamda sizlarga vaqt munosabati bilan mushunchalik shakllarni ko'rsatib turdim. Qolganini hamda to'rlardan foydalanib qolgan shakllarni o'zinglar yasab chiqarsanglar bo'ldi. Demak, mushunda qalatdagi 1000 qat praniklarga erishman desanglar, shu yuqorqi o'lchamdan ishlasanglar bo'ldi. Mana ichiga qilgan kirim mayda, kirim qaymoq yasab, muzlagandan keyin o'tirga siqib, marin shaklda qilsanglar bo'ldi. Qani, sizlar o'rganib oldinglarmi? Sinab baqsanglar bo'ladi. Ajoyib payzi, ha? Xayr.